اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Va u Allohdan so'rashni davom etdi. Payg'ambarimiz o'girildi va u kishiga shunday dedilar: Sen Allohdan uning eng buyuk ismi bilan so'rading. Agarda kimdir Allohdan shu ism bilan iltijo qilsa, Alloh unga javob beradi. Agar kimdir shu ism bilan nimadir so'rasa, Alloh beradi. Alloh buni ikki xil yo'l bilan qiladi. Alloh javob beradi yoki o'sha narsani beradi.